Hammaga assalomu alaykum. Mana bizni kichkina oila ovqatlanishyapti. Mana shunaqa sekin-sekin qulog'i yotadi onasinikiga o'xshab. Mana shunaqa xursand bo'lib turasizlar, quyoqlaringiz ko'payadi. Chiroyli bo'ladi, tug'adi. Ko'payadi deyman unaqa bo'lib. Faqat bitta endi bu bitta menda emas, hamma quyon boqadiganlarda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Unaqa ko'payadi-da. Faqat mana bunaqa yo'qotishlar bo'lib turadi. Mana buni hozir nimada tishlab ochdi. Endi bu quyon emas, bu onasi qilmagan buni, chunki birinchi bola boqish emas. Undan nima sichqonlar bor. O'shalar talaganmi bilmayman. Bitta mana o'libdi. Mana shunaqa yo'qotishlar ham bo'lib turadi. Bu narsa juda ko'p bo'ladi. Ancha oldin ham, undan oldingi bu partiyadan oldingi ham 20 tachasi shunaqa bo'lib o'lgan. Mana shunaqa partiyalar bo'lib turadi. Quyon boqish oson emas. Bu faqat bitta donasi bu. Endi Xudo asrasin, bunaqa narsa bo'lmasin ham. Atak quyon boqish oson emas. To'g'ri, endi mana bitta ikkita boqsangiz, tegini tozalab, suvini berib, donini berib qo'ysangiz bo'ldi. Agar ko'payib ketsa, unisiga qaraysiz, bunisiga qaraysiz, vaqt bo'lmaydi. Bunisi unaqa bo'ladi, bunisi bunaqa bo'ladi. Lekin unda kichkintoylarni ko'rib xursand bo'lib qolamiz. Sotuvda bor. Agar olaman deganlar bo'lsa, mana karlik baran. Baranchalar, quloqlar yotadi. Bular keyin bu partiya sotiladi. Onasi. Bu 4-8 tasi bo'lsa, ularni hammasini otasi mana. Mujik zela. Kallasini bekityapti. Hammasini otasi mana. Shu mujik bo'ladi. Oladiganlar bo'lsa, bemalol yozsanglar, chiroyli narxlar qilib beramiz. Podarkaga, boshqa narsaga, yo ko'paytirishga, qiziqishga, hobbiga farqi yo'q, yozaveringlar. O'zingizga yoqqan rangini qilib beramiz. Assortimentlarni